Savolni eshitamiz bolalar. Bir odam obed vaqti somsa yegani somsaxonaga kirdi. Somsa yedida, chiqib ketishida somsa pastga qarab, "Rahmat. Somsa sho'rva mazali bo'pti" debdi. Ha? Ya'ni somsa yedida u sho'rva mazali bo'pti dedi. Nimaga sho'rva mazali dedi? Mazali bo'pti degan. Xo'sh. Sovusini ichgan? Yo'q, xato. Qani kimda javob bor? Qani, Abubakar? Somsani ichida o'zi sho'rvasi bo'ladi. Somsani ichida sho'rvasi bo'ladi? Yo'q, unday emas. Qani? Oshpazan u boyagi ovqat pishiradigan, sho'rva pishiradigan bo'ladi. U boshqa somsa pishirgan bo'ladi. U shuning uchun sho'rva pishirgan odamga qarab somsa yegan bo'lsa ham sho'rva yeysiz. O, malades, shogird, xato. Xato. Kim sen javob bermoqchi eding? Qani? Men o'ylaymanki, u nima yesa, balki xuddi yemaganda edi. Baribir aldab ketyaptimi yoki Yo'q. Qani? Balkim tushidadir. Tushida yo'q. Somsani yedida, bolalar, yaxshilab mantiqan yondashamiz. Ha, bu mantiqiy savol. Somsani yedida, somsa pastga qarab, sho'rva mazali bo'pti dedi. Somsani ham sho'rvasi ichida go'sht bor. Qani? siz aytyapsiz somsani yedida deyapsiz. Somsani yegandan keyin boshqa sho'rva yegan bo'lishi ham mumkin. Yo'q. Topa olamizmi? Bitta savol boshqa. Qani? Siz Qani? Boshqa odam sho'rva mazali bo'ldi deb aytgan. Xo'p, nimaga sho'rva mazali bo'pti deydi? Qani Sulton ola? Balki uni Husani sho'rva ichgandir. Yo'q, Hasan Husan emas u.